6 sot uchastkani 350 mingga chiqaryapmiz. Oxunboboyevda Arbat kafeni orqasidagi mahallada. Mana men bu uchastkani 140 mingga qo'yganmiz, agar ko'rgan bo'lsanglar. U ham turibdi, hali sotilmadi. Tez ko'rsatib beraman sizlarga. 6 sotda 20 ga 30 tushgan, 2012-yil qurilgan 8 ta xonasi bor. Mana qarang, etek tarafga 1 etaj qurilgan. Oldi tarafga 2 etaj qurilgan. Faqat o'zbekcha stil, o'zbeklarga yoqadi, bizga yoqadi. Etek tarafda 1 etaj bo'lgani bu zo'r. Bu yerda bitta zal, bitta spalni, bitta sanuzel, oshxona bor. Bu yoqda qolgan xonalar bor. Hozir tez sizlarga ko'rsatib beraman. Yangi uy emas, 2012-yil qurilgan uy, 14 yil bo'libdi remontiga. 14 yil bo'lgan bo'lsa ham unaqa eskirib ketmagan. Bu yoqda akvarium, hol bilan koridor bo'lib turibdi. Bu zal emas, hol hisobida hisoblaymiz. Yo'ldan kirib keladigan eshik, bu hovlidan kirib keladigan eshik. Mana shunaqa holiz bo'lyapti. Oshxonani ko'ring. Oshxonani mebelalarini 2 yil bo'ldi deyaptilar. Mana hammasi xolodilnik ekan. Yaxshi, akkuratni yashalgan uy ekan. Tarkiblarini qarang. Переделка qilib, buni asfalt qilish shart emas. Bu yoq zaliz bo'ldi. Zal ham katta. Ikkita oila yashaydigan uy bo'libdi. Polni videolari kanalda bor. Kelib ko'rsanglar bo'ladi. Tashlab beraman telefon qilsanglar, lokatsiya tashlab beraman. Qisqacha tez ko'rsatib beraman. Vaqtinglarni olmaslik uchun.